Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sherqiy Türkistan Awazining kündilik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bo'lsin. Neçə gündür beri Xitay özünün Türkiye'ye qilgan yordamlarini peş qilib, Türkiye'nin Xitay virusi səbəbindən qiyin ahvolda qolganligini fürsət bilib, 2017 yildan beri muzokara qilinayotgan bo'lsa-mu, hozirgacha Türkiye parlamentining tasdiqidan o'tmagan atalmış o'zaro o'tkizib berish shartnomasi loyihasini bu qatim tasdiqlash ehtimoli yuqori deb tashviq qilmoqda. Bu xabarni anglagan Turkiyada yashayotgan Sherqiy Türkistan xalqi garchi Türk xalqining o'zlariga xiyonat qilmasligiga ishonsimi, yana Xitoyning ilgirligini bilgachga Turkiya hukumatining tor yerda qistab maqsadiga yetishdan ansirab sarosimaga tushmoqda. Şərqىy Türkistan sürgündü hükümeti rəhbərləri Türkiyədəki Uyğur xalqının bexəterlikidən ənsirəb, Avropa başlıq Qərb dövlətlərini Şərqىy Türkistan xalqiga panahlıq berishga chaqirdi və tövəndikidək çaqırıq elan qildi. Aniqki Türkiyə Şərqىy Türkistandakı Xitay zulmindən qaçıb chiqqan Uyğur və başqa Türkiy millətlər üçün bexəter dövlət emas bo'lib qoldi. Biz Kanada, Avropa İttifaqı, Angliya və Amerika qatarlıq dövlətlərni Xitayga qaytarıb berilish xavfiga duch kelgan Uyğurlarga panahlıq berishga chaqiramiz degan. Şərqىy Türkistan sürgündü hükümetining bosh ministri, Şərqىy Türkistan Milliy uyg'unish harakatining raisi Salih Xudayır, muhaciratdagi Şərqىy Türkistan xalqiga chaqiriq qilib, yana bir qatim Amerika hukumatini Xitoyning Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turk xalqlariga qartilgan vahshiylikni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishga, Sharqiy Turkistonni ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilishni talab qilib, bugun Amerika Davlat ishlari ministrligi oldida namoyish o'tkazdi. Xitay Kompartiyasining Uyg'ur va boshqa turk millatlarga, Falun Gong shundaqla boshqa diniy e'tiqod qiluvchilarga ziyankeşlik qilib qolmay, yana qarqo'llarini bolalarga sunib, ularning ota-onasi Xitay Kompartiyasi tomonidan tutqun qilingandan keyin himoyasiz qolgan bolalar qattiq azobga qolgan. 15 dekabr kündilik signal xabar to'g'ri maqola e'lon qilib, Amerika Tashqi ishlar ministrligining 7 dekabr kuni Xitay Kompartiyasining Sharqiy Turkiston xalqi va o'z fuqarolarining diniga sistemali qoldi o'zliksiz daxl taruz qilganligini o'tirib qo'yib, Xitoyni alohida diqqat qiladigan davlat qilib bekitgan. Maqolada Xitay Kompartiyasi diniy guruhlarga ziyankeşlik qildi va Sharqiy Turkistonda Uyg'urlarni jazo lagerlarida tutib turdi. Sababsiz xohlagancha qo'lga oldi. Majburiy emgakka soldi. Ayollarni tug'mas qildi. Falun Gong murtlarini qo'lga oldi. Uyg'ur va Falun Gong murtlarining organlarini yig'ib oldi. Masjid, cherkovlarni vayron qildi. Uy, cherkov a'zolarini tutqun qildi va qo'rqitdi deganlarni alohida gavdlantirgan. Ammo Xitoy Kompartiyasining bolalarga ziyankeşlik qilishi to'liq oshkorlanmagan. Birleşken Devletler Teşkilatı Umumiy Meclis Komitesining bu yilgi 3-chi qatimliq yig'inida Jubilee Kambaygan qo'shimcha faoliyat o'tkazib, Xitoy Kompartiyasining kishilarga noma'lum bo'lgan razil, rahimsiz, qattiq qo'lliq bilan bolalarni diniy ziyonkashlikka uchirtishi, xo'rlashi, assimilyatsiya qilishi, menga yush qatorliq qilmishlari orqali sabiy bolalarning kimligini yo'qotganligi, shundaqla yo'qotayotganligini, bolalar huquq ahdinomasidagi majburiyatini ado qilmaganligini oshkorlagan. Barliq diniy guruhlarni Xitoy Kompartiyasining qanday ziyonkashlikka uchirgan bo'lsa, bolalarning uningdan 10 hassa ortiq azob chekkandi. Chekayotganligini bildirgan. Xitoy Kompartiyasining Uyg'ur va boshqa turkiy millatlar Falun Gong murtlarini diniy e'tiqodidan voz kechish uchun bolalarni ota-onasidan ayirib, qattiq urush bilan tahdid solgan. Agar ular yana diniy e'tiqodidan voz kechmasa, bolalarni beqishdan mahrum qilgan. Bolalarning ota-onasi diniy e'tiqod sababidan qo'lga olinib, turmaga tashlanganlarning bolalari qattiq azobga duchor bo'lgan. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın bolalarga qartilgan zo'ravonlik alohida vakili yillik dokladida isbotlagan tekshirishda bayqilishicha, bolalarni yoki ularning ota-onasini erkinlikdan mahrum qilish bolalar turmushiga salbiy va uzoqish ta'sir etib kelgan. Dokladda xalqaro jamiyatning Xitoy Kompartiyasiga qarshi qat'iy harakat qo'llanib, Uyg'ur va boshqa turk millat, Falun Gong qatorliq ziyonkashlikka uchragan bolalarni qutuldirishga chaqirib, kishilik huquq tashkilotlari va faoliyatchilarning Amerika parlamentining a'zosi Scott Perry o'tirib qo'ygan yangi qonun loyihasini, ya'ni Xitoy Kommunistik partiyasining davlat alqagan tashkillangan jinoyatchilar guruhi qonunini qo'llashni tavsiya qilgan. Uningdan boshqa 15 dekabr kuni kündilik signal xabar to'g'ri e'lon qilingan maqolada yana atalmış Tibet rayonida Xitoy Kompartiyasining kontrolligida shaharlik hukumatning Tibet budda dinining diniy va til alohidaligini tubdan yo'qotganligi va cheklaganligi tilga olingan. Xitoy Uyg'urlar qilgan zo'ravonlik yo'qotish siyosatlariga o'xshash Tibet buddistlarini oshqon va bo'lgunchi deb qarab, boshlang'ich maktablardan Tibet madaniyatini yo'qotishga boshlagan. Maqolaning oxirida 2020-yili Xitoyning millionlagan bolalarning o'chilishidan ansirab e'tiqodini yo'shirishga majbur bo'lganligini, buni qat'iy qabul qilib bo'lmaydiganligini, xalqaro jamiyatning Xitoy Kompartiyasining bolalarning asosiy erkinligi va haqiqat izlash huquqiga daxl taruz qilishiga yo'l qo'ymaslikka chaqirgan. Erkin Asiyada Düz xabarda Xitay Kompartiyasining Sharqiy Turkistondagi g'aljirlarcha bostirish harakati xalqaroning kuchli tanqidiga uchrayotganda, Angliyadagi bir turkum faoliyatchilar VолкіСваген shirkatining Xitoydagi bosh ijroiya raisi Stefan Wolnesga ochiq maktub yo'lladi. 27 dekabr kuni Xart to'g'ri e'lon qilingan ochiq maktubda Uyg'ur faoliyatchisi Rahima Mahmud, Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtatish harakatining direktori Blair McDougall, kishilik haqlarda Yahudilar sadosi tashkilotining raisi Mia Gross qatorliq 6 kishi imzo qo'ygan. Maktubda ВолкіСваген shirkatining Xitoydagi bosh ijroiya raisi Stefan Wolnesdan o'tgan
hafta BBC agentligining ziyoratini qabul qilganda Sherqiy Türkistandagi zavodlarning faoliyatini davomlashtirayotganligini deganligi alohida eskartilgan holda, ularning qirg'inchilik davom qilayotgan Sherqiy Türkistandagi sanoat ishlab chiqarishni davom qilmoqchi bo'lganligini tanqidlab, ۋولكىسۋاگېن şirketining bu harakati amaliyotda qirg'inchilik sherik bo'lish ekanligini ta'kidlagan. Stefan Wolniston ziyorat jarayonida o'zlarining Urumchidagi zavod emgakiga majburiy emgak omilining aralashib qolishidan eng zo'r darajada saqlanadiganligini bildirgan bo'lsa-mu, maktubda hech qanday ishning 100% mukammal bo'lmaydiganligi, dal mushkil shubhalik bo'lgan majburiy emgak chetilib qilish ehtimolidan saqlanish uchun Adidas, H&M qatorliq shirkatlarning Sherqiy Turkistondan chekinib chiqqanligi tilga ilingan. Shundaqla ۋولكىسۋاگېن şirketining 1940-yillarda Yahudilar zo'r qirg'inchiligiga bir qatim iqtisodiy jihatdan hamdamda bo'lganligi hamda o'xshash xatolikni yana bir qatim takrorlab, Uyg'urlarning qirg'in qilinishiga yordamda bo'lmasligini talab qilgan. Ma'lum bo'lishicha, ۋولكىسۋاگېن şirketining Xitoy hukumati bilan imzolagan xizmat kelishimida 2017-yil e'lon qilingan Xitoy davlat istixborot qonuniga bo'ysunadiganligi. Bu moddalar bo'yicha ۋولكىسۋاگېن şirketi Xitoyning bu jihatdagi munosabatli xizmatlarini qo'llashi hamda uningga hamdamda bo'lishi lozim ekan. Xitoy istixborot organlari bo'lsa, dal Sharq Turkistondagi necha millionlagan Uyg'urni tutqun qilish, so'roq qilish, atalmish tarbiyalash markazi nomidagi lagerlar qamashga mas'ul. Ochiq maktubda mushu ahvol alohida ta'kidlanish bilan birga, ularni Sharq Turkistondagi zavodlarni Xitoy sirtiga ko'chirib ketish, shu orqali ۋولكىسۋاگېن şirketining izzatini, xalqaro hurmatini saqlashni talab qilgan. Yer yangıqı tərkibində mol vitamin var bulub, bir tal yer yangıqı tərkibidəki vitamin, bir tal maymun şaptılındakı vitaminin 5 həssisçilik, bir tal yer yangıqının ozuqluq qiyməti, bir tal yangıqның 1,5 həssisçilik bulub, daim iste'mol qilganda tuvandikidək rolu var. Birinci, ishtahani tizginlaydi. Yer yangıqı yegəndən keyin qursaq to'ygandek sezim bulub, qursaq açmaydı. Qursaqның echish vaqtini uzartqılı buludu. Bundaq bo'lishida tərkibində o'simlik meyi bulubluq qalmasdan, yana mol bo'lgan vitamin və aqsil bo'lganligida. Agar atigini yer yangıqı iste'mol qilsa, shu kundagi qayta iste'mol qiladigan yemeklik miqdorini tizginligili bo'ladi. Ikkinchi, badandagi tuzni tangshaydi. Kündilik turmushimizda iste'mol qiladigan ushaq-tushak yemeklik va pishiqlab ishlangan yemeklik tarkibida mol bo'lgan tuz miqdori bo'lib, badanda tuzning jug'lanib qolishini keltirib chiqaradi. Bir tal yer yangıqı bilan o'xshash cho'nglikdagi bir parcha bolkini selishtirsak, bolkining tuz miqdori yer yangıqıdan eshib tushadi. Shunga uzun vaqt yer yangıqı iste'mol qilganda badanga vitamin to'liqlab qolmasdan, badanda ortiq jug'lanib qolgan tuzni tangshash rolini o'ynaydi. Uchinchi, qon qantini tizginlaydi. Tədqiqatlarda isbatlanışıca kişiler iste'mol qiladigan yemeklik tarkibidagi bir parcha go'shtning o'rniga bir tal yer yangıqı almashtirilsa, diabet kasaliga giribtar bo'lish nisbati 21% azaydi ekan. Kunda atigini nashtalikqa yer yangıqı qo'shilsa, shu kuni kechgacha qon qanati eshib ketmaydi ekan. 4. Yurakning sog'lomligiga foydali. Daim yer yangıqı iste'mol qiladigan kishilarning tojsimon yurak kasaliga giribtar bo'lish nisbati 35% tuvanlagan. Tədqiqatçılar buni yer yangıqı tərkibidəki o'simlik meyi və başqa vitamin qatarlıq mikro tərkiblərinin qoşuluşı bilan yurakni yaşartıb, yurakni sağlam qıldıqanlığı isbatlagan. 5. Hücey rakı buluşunun aldını aladı. Hər həftədə az bolğanda 2 qatim yer yangıqı iste'mol qiladigan xonim qizlarning hücey rakiga giribtar bo'lish nisbati 58%, erlarning 27% tuvanlagan. Tədqiqatçılar buni yer yangıqı tərkibidəki yupurmaq kislotasi və başqa rakqa qarşı turğucu elementlarning rolidan ayırıb qarag'ili bo'lmaydiganligini yakunlagan. Xəbərlərimizi yaxtırıb kögününlərə rəhmət. Görüşkücə aman bulunlar. Xeyri xoş, Allah qamanət.